Üçüncü binada. Doktor Samkan'ın bölmeside. O her kaçan bahalar tizimini tam kıyılıp koydu. Xafa bolmay, mening natijamni qarab etkina. Mening nomerim 356. Xabar kutaman, bo'pti, xo'sh. Yalla maş. Allo. Apa. Yo'q, men hozir bo'sh emas. Hozir buyruq o'rinlaydigan vaqtim yo'q. Muhammadga deb aqina. Voy bo'ldilar, mening ishim baqildigan. Allo, haqini. Meni bir xo'shal qilayotgina adash. To'rt. Xush xabar uchun rahmat. Uf, talaylikkanman. Bu panni qanday topshirayotganimni bilmayman. Adash, sana men qarz bo'ldim. Bugun kechda oshxonaga aykirman seni. اليوم العزيمة اليوم ان شاء الله. يلا. Uf, oxiri o'tdim. Qanchalik talaylik ekanligingni bilamsan? Dema, mening sinfdoshlarim qattiq tayyorlik qilib o'tamabdi. Men bo'lsam tayyorliqsizlam kirgandim. Ta'limga men biladigan savollar chiqdi. Biroq men uni demoqchi emas. Nimani demoqchi undaqda? Sening onang sana telefon qilyapti. Anadan telefon keldi deganning nima ekanligini bilamsan? Men onamni 1 sekund bo'lsin ko'ralgan bo'lsam, bilamsan, agar men onamning unini anglagan bo'lsam, men telefonni o'chirmatdim. O'zim telefon qilib, soatlab so'z qilishga yo'l qo'yatdim. Mening sezayotganimni sen sezolmaysan hozir. Biroq biroz vaqt o'tgandan keyin, bir lahza o'tgandan keyin sen meni tushunsan. O çağda sen oynab kulolmaysan. Hozir sen to'rt alg'ini uchun xo'shal. Biroq shu tez vaqt kelganda sening putmas buyruqlar deb atagan odaming telefon qilib qolsa, shunda xo'shal bo'lsanki, putmas buyruqlar. Agar mening onam hayot bo'lgan bo'lsa, bilamsan men qanday atatdim onamni. Men onamni koinotda eng qimmatli inson deb atatdim. Mening sezayotganimni sen sezolmaysan hozir. Haqiqiy xo'shallik yaxshi bahoda emas. Haqiqiy xo'shallik onaning sana qarshi bo'lgan muhabbatida. Men sana bir nasihat beraman. Mening uchun jannat eshiklarining biri yepilib qoldi. Sening eshiging yepilmay turganda uningga yuzlangin. Allo? Assalomu alaykum ana. Bir narsaga ehtiyojingiz bormi?